Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana biz xudo xolasa 3 ko'prik Otabek uylariga kelib, mana uylarda yem mishalkamiz hozir. Keyingi videomizda shart ko'rsatib beramiz. Xo'p, ozgina bir mishalkamiz haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, mishalkamiz 350 kglik ko'rishdan mumkin. Yangi retro bilan jihozlangan. 200 talik 40 qabr bo'ladi. 220 ga sheding, asosiy 220. Bitta ko'chada yoqilsa yuradi. Motorlari ham 3 kW, 1.5 yobrat mis bo'ladi, yangi bo'ladi. Yangi motor, yangi metr bo'ladi. Xo'p, material kandler bo'ladi. Kim uchun kantner, kim uchun yangi material qilib beramiz. Hop, hozir bu narxi 7 million so'm. Dastlabkaslik alohida bo'ladi. Agar yangilikdan bo'ladigan bo'lsa, uni narxi 7 million 8 bo'ladi olib berishman. Dastlabkasidan. Hop, mana ishlari ham rezinkalar bo'ladi. Eng asosiy rezinkalar. Mayrish bo'lsa ham qiynalmasin deb ular aylanib ketaveradi. Zo'rg'atda hozir ishdan tozalab olyapmiz. Keyingi videoda xudo xolasa bir ichiga yem solib, aralashtirib ko'rsatib beramiz. Bundan oldin Otabek aka mana uylarda miradga olishganda zo'r holatda ishlashyapti. Aql bo'lishibdi. Keyingi videomizda olsa, mishalga ko'rsatib beramiz.